Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bir navbatdagi ijodimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. To'yxonaga qilingan ijodimiz. Ikkita katta qozon qo'yib berganmiz, 250 litrdan hamda 150 litrdan ikkita. Bu tomoniga рабочий stol, ikkita cho'ybak, 150 litrdan 200 litr cho'ybagimiz, yoniga cho'y qo'ygani mana bunday stolcha qilib berdik. Рабочий stolcha. Mana chekkalarida ashka qo'radi. Mana shunday holatda. Bu ijodimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumanida bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa do'stlar, nomerlarimizni qo'yamiz, albatta aloqaga chiqasizlar. To'g'risi kelishilgan variantda qilib beramiz. Yangicha stil qildik, yana bir bor aytaman. O'sha podachi vozduk qo'ydik bunga. Teylarga aylantirdik, hamda tepaga ham aylantirdik podachi vozduk. To'g'risi inshaalloh konkretniy bo'lib chiqadi. Juda go'zal. Xo'sh, mana yoqib bitta ko'rsatamiz. Mo'risi tepada, ikkinchi etagida. Shunday holatda. Bu yerda ko'rsatamiz. Yo'q, men turga to'ratdaki. Bu hozir tursa ham bunaqasi yo'q ekan. Yo, endi baribir uncha unaqa bo'lib qolishi mumkin. Nima deydi? Teyda kuchli-da chabada. Yana ham maqul. Xudo xolasa shunday holatda. Ularga sinama, xudo xolasa to'ylarda sinmaydi deydi.